yaxshilarim, ikkinchi darsimiz mas'uliyat qonuni va bechoralik, aybdorlik pozitsiyasi haqida gaplashamiz. Bu juda ham chuqur mavzu. O'shalarni maskasini ochib beraman. Mas'uliyat qonuni nima o'zi? Biz o'z tanamizni, o'z fikrimizni, vaziyatimizni mas'uliyat bilan yondashishimiz. Siz mas'uliyat qonunini qanaqa qilib buzib qo'yasiz? Ko'p holatlarda mas'uliyat qonunini bechoralik pozitsiyasi va aybdorlik pozitsiyasi xalaqit beradi. Chunki sizga bu kiyimlarni kiyib olish qulay. Chunki sizni kuzatayotganda bechoralik mas'uliyatni olgandan ko'ra, mana shu vaziyatimizga mas'uliyatni olishdan ko'ra, o'sha mas'uliyatni boshqa insonlarga berishimiz. Ya'ni bitta misol keltiraman. Bitta vaziyat keldi. Ana o'sha vaziyatga siz o'z fikringizni bildirishingiz kerak. O'rtog'ingiz so'rayapti yokida. Qara, o'rtoq, mana bunaqa nima fikrga bildirasan desa, sen nima desang shu. Ya'ni boshqa insonlarni fikriga qarashingiz. Yokida sizda o'zingizga muammo kelyapti, sen nima deysan, mana shu muammoni qanaqa hal qilsam bo'ladi? U sizga maslahat beryapti. Lekin o'zingizni ichkarida shaxsiy fikringiz yo'q. O'rtog'ingizni maslahatiga quloq solib, ajrimga kelib qoldingiz. Ana o'sha vaziyatlarda o'z fikringizga ega bo'lmaganingiz sizni ichki holatdan bolalik og'rig'i bilan qolib ketgan insonni ko'rsatadi. Ya'ni bolalik pozitsiyasi bilan. Shuning uchun o'z fikringizga ega emassiz. O'z hayotingizni mas'uliyatini ham olmagansiz. Ilm olsangiz ham, qaysidir narsani olsangiz ham eshitmaysiz, ayblashga tushasiz. Uni ayblaysiz. Uni bilimini ayblaysiz. Bahona topasiz hamma narsaga. Ana o'sha bahonalaringiz sizni komfortga bitta holatda qotib qolishga olib keladi. Qachonlardir men ham shu yo'lni bosib o'tganman. Hammani ayblardim. Chunki hayotimni shunaqa holatga kelishiga erim sababchi edi, yoki qaynonam sababchi edi, yo qaynotam, yo ota-onam sababchi edi. Shunaqa baho berardim. Ayblardim ularni. Chunki men bolalik og'rig'i bilanman, bechoraman. Bechoralik shunaqa darzda bo'ladiki, shu bechora bo'lganingiz uchun sizni ezadigan, ayblaydigan, urush qiladigan insonlar kirib keladi. Sizni kamsitadigan, chegaralaringizni buzib tashlaydigan insonlar kirib keladi. Chunki ichki dastur bechoralikda, bola pozitsiyada, uni shaxsiy chegaralari buzilaveradi atrofdan. Qachon siz kuzatuvchini yoqasiz, men o'zi nima qilyapman, o'z fikrimni, o'z vaziyatim, ya'ni u og'riqlari bilan aybdor. Bechora, u chora yo'q deb biladi. Juda ong darajasi tor. Kichkinaligicha qolib ketgan. Alloh bergan tokni, energiyani oddiy tilda Alloh bergan tok deymiz. Biz tok orqali kuchga kelamiz. Telefoningizni zaryadka olmasa ko'paymaydi tok. Toksiz ishlamaydi telefoningiz, o'chib qoladi, to'g'rimi? Quvvatsiz. Ana o'sha bizni ham har kuni bizga Alloh tok beradi. Lekin siz hozirgi kuningizda o'sha Alloh berayotgan tokni nimalarga sarflayapsiz? Hammani ayblashga sarflayapsiz. Ichkarida bechoralik, jertva, bola pozitsiyasi. O'sha bola pozitsiyasiga katta pullarni ham Alloh ishonmaydi. Chunki u mas'uliyatni olmaydi. Mas'uliyatni qachon olishni boshlaganingizda sizning hayotingiz o'zgaradi. Biz ham mas'uliyatni olishdan qochamiz. Himoyaga kiramiz. Oyisini etagiga yopishadi-yu, yopadi. Oyisini etagini orqasiga qochadi-yu bolacha. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni vaziyatingizni ham o'zingiz ishtirok etasiz shu narsada. Turib bera olmaysiz. Men qildim buni deb. Qochamiz, qo'rqamiz. Qachon siz tik turishni boshlaysiz, bola pozitsiyada bo'lmaysiz, shunda mas'uliyat olishingiz kerak. Biz juda ko'p holatlarda mas'uliyatsizlik qilamiz. Mana oddiy misol aytaman, o'quvchilarning ichida ham bor unaqa mas'uliyatsiz. Chunki u kimdir kelib uni hayotini o'zgartirishini kutadi. Hech qachon kelmaydi u kun. Hech qachon. Chunki siz kursni sotib olasiz, lekin bajarmaysiz. Vazifalarni bajarmaysiz. Mingta bahonangizni taxlaysiz. Vaqtim bo'lmadi, bolalarim bilan ovora bo'ldim, umuman vaqtim bo'lmayapti, ishim bor, unim bor, bunim bor. Qachon siz mas'uliyatni olib shu vazifalarni bajarishni boshlaganingizda, ya'ni eski odatlardan voz kechib, yangi odatni kirgizganingizda,
ruhiy ilmni sotib olyapsiz. Hatto pulingizni qadrlab shu vazifalarni bajarmaysiz. Chunki mas'uliyatsizsiz. Bola ham mas'uliyatsiz bo'ladi. Keyin nima qilasiz? Pulsizlikda kimni ayblaysiz? Hayot qiyin, O'zbekistonda yashash qiyin, mana bunaqa deb muammolarni, bahonalarni yaratasiz. Shuning uchun sizni hayotingiz o'zgarmaydi. Qachonki siz bu programmani yechmas ekansiz, mas'uliyatni olmas ekansiz, intizomga rioya qilmas ekansiz, sizni hayotingiz yangi darajaga o'tmaydi. Men ham oldin shunaqa edim. Ayblab shu tokni aybdor insonlarni qidirardim. Yokida o'zimni ayblar edim. Qachon kuzatuvchini yoqasiz, men hozir kimlarni ayblayapman? Men o'zimni nega ayblayapman? Sizga taalluqli emas mavzuda ham o'zingizni ichkaridan aybdor qilyapsizmi? Sizni og'rig'ingiz bor yoshligingizda. Sizni o'sha qonun boshqaradi, dastur boshqaradi. DNK orqali, onadan ham o'tadi bizga bechoralik. Onangiz o'zgartirmadi. O'sha holatda yashab o'tdi. Sizga kelyapti bu qo'ng'iroq. Davom etyapti ssenariy. Lekin siz yechishsiz, siz hayotingiz o'zgaradi yangi darajaga. Mani onamda ham bu programma bo'lgan va buni yechib anglab, tushunib, ildizini yechganimda, kotlavandan ildizini yechib takroriy vaziyatlarni hal qilganimda, mani hayotim o'zgarishni boshladi va onam men bilan faxrlanishni boshladilar. Chunki o'zgartira oldi. Lekin chuqur cho'miydilar, men o'z ustimda juda ko'p investitsiya qilganimni, ishlaganimni. Siz ham qila olasiz. Qachon mas'uliyatni olishni boshlaganingizda. Mas'uliyatni qanaqa qilib olasiz? Qat'iy qaror va maqsadingiz bo'lganida. Maqsad qo'ying. Hayotingizni o'zgartirish uchun maqsad qo'ying. Men bo'ldi bu og'riqlardan, bechoralikdan chiqaman. Bechoralik kiyimi jonimga tegdi, chunki hech narsaga erishmadim. O'sha bechoralik, bola pozitsiya, aybdorlik bularni uchalasi ham bitta katta to'xtash, bitta eski darajada qotib qolish. Keyin aytasiz, katta pulli nega kelmayapti meni qo'limga? Chunki Alloh ishonmaydi. Bolaga katta mas'uliyatni bera olmaydi. U bola-ku ichkarida. Aybdor-ku, bechora-ku. Bechoralik bu kibr. Bola pozitsiya bu katta pullarni eplay olmaydi. Chunki kibrga kirib ketishi mumkin. Bolaga mumkin emas ishonch berish. Shuning uchun Alloh kutadi. Qachon bu bola pozitsiyadan chiqadi, mas'uliyatni oladi, ruhiy rivojlanadi, o'zini vaziyatiga hammani ayblamasdan o'ziga qaratadi, o'zida borligini, ssenariy kelayotganini anglab, tushunadi, yechadi. Shunda bunga ishonsa bo'ladi deydi Alloh. Beradi. Cheksizlikda beradi. Chunki ichkaridagi duosi o'zgaradi. Fikri o'zgaradi. Hayoti keyin o'zgarishni boshlaydi. Ana o'sha mas'uliyat bizni eng ko'p insonlarda qiynayotgan og'riq. Intizomga rioya qilmaymiz, mas'uliyatsiz bo'lamiz. Vaqtingiz ham, to'kingiz ham, hamma narsangizni shunga sarflayapsiz. Bechoralik ichkarida jabrlanuvchi holat. Jabrlanaveradi. Uni jabrlovchi insonlar kirib kelaveradi. Udar beraveradi. Uyg'on deydi. Lekin u inson jabrlanib mazza qiladi, kalta yeb mazza qiladi. Uni jabrlovchilik keladi-yu, qaynana urushadi, qaynota yerga uradi, kamsitadi. Kamsitadi, yerga uradi, ayolligini ham tan olmaydi, chunki u ichkarida bechora. Keyin aytishadi, menga ishlashga ruxsat bermayapti erim deydi. Nima uchun eringiz ruxsat bermaydi? Chunki ichkarida nima yotibdi? Bola. Bolaga ish taklif qilib bo'ladimi? Ishlashga ruxsat berib bo'ladimi? Chunki u bolaligicha qolib ketgan, ruhiyati bola bo'lib qolib ketgan. Shu bolalikdan chiqib kiyimini yechganingizdan keyin qachon yechasiz? Qachon siz tan olishni boshlasangiz? Mana shu chuqur nafas olib o'zingizni ko'ryapsizmi? Mana maskalar ochilyapti. Mana shu yerda jetonlar tushishni boshlaydi ong ostiga. Shu jeton tushganda, men tan olaman deb taslim bo'lasiz Alloh oldida. Men bola ekanman. Tan olaman deb mas'uliyatni olib yechimga qaratasiz. Mas'uliyat nima? Shu og'riq bejizga sizga berilmadi, shu vaziyat, qaynana bilan urush janjal. Demak, men juda ham ko'p ayblayman ichkarida. O'zim ayblaganim uchun atrofda qaynonam meni ayblayapti-ku. Men tan olaman, meni o'zimda ketyapti bu ssenariy. Chunki meni onamda bo'lgan shu holat.
deb tan olishni boshlaysiz. Ana o'sha pozitsiyadan to'nni yechib yangi darajaga chiqasiz. Chunki ilm orqali, formula orqali tan olib, qabul qilishni boshladingiz. Ota-onani ayblab keldingiz yillar davomida. Ko'kardingizmi? Yo'q. Siz kechiring deb aytmayman. Kechirishingiz kerak, kechirim meditatsiyasi yo'q. Qabul qiling deyman. Onangiz ham, otangiz ham shu holatda, holatda sizni qiynadi, yashadingiz, ularni ko'rdingiz, qiyin hayotini, xulosalar chiqardingiz, qiyin ekan deb keldingiz. Shu qonunlarni o'zgartirib, Allohning nurlarini yuzaga chiqarib, aybdorlik, mas'uliyatdan chiqib, yangi darajaga olib chiqib, o'zingizni holatingizni ana o'sha yerda tan olib qabul qilganingizdagina yechimlar kelishni boshlaydi. Ichkaridan prям ichki dunyoyingiz bilan tan olib qabul qilishingiz kerak. Taslim bo'lishingiz kerak. Ko'p holatlarda biz vaziyatlardan qochamiz. Qochganimizdan o'rtog'imizga tashiymiz yoki turmush o'rtog'imizga beramiz ayblashni, yoki qaynona qaynotamizga beramiz, yoki ota-onamizga. O'zimizni ayblagandan ko'ra atrofni ayblash oson yechim deb bilamiz. Lekin unga hech narsa kirib kelmaydi hayotiga yangi daraja. Yo'lni yopvas, betonlavas. Aybdorlik pozitsiyasi o'zini aldab yashaydi. Aldovlarda yashaydi. Rol o'ynab yashaydi. Ichkaridan o'zini ayblaydi. Lekin o'zini nima qilib ko'rsatadi? Zo'r qilib ko'rsatadi. Yo'q, meni hayotim zo'r, chiroyli, baxtli oilani rolini o'ynab beradi. Aslida o'zini aldab yashayapti. Ichkarida bechora bor-ku, bola bor-ku. Ko'chaga chiqib dugonalariga maqtanadi. U deydi, bu deydi. Bularni hammasini Alloh ichki kamerangiz orqali ko'radi. Siz o'zingizni qanaqa tutyapsiz? Ana o'sha maktabda, ya'ni matematikani masalasini noto'g'ri yechishni boshlaysiz. Bu sizga to'lovlar keladi. To'lovlari bor bu narsani. Mas'uliyatsiz insonga birinchi qo'ng'iroq stress, depressiya bo'ladi, ikkinchi qo'ng'iroq bolalari kasal bo'ladi, tinmay, allergiya kasalliklari bo'ladi. Uyg'onmadi deydi. Bola pozitsiyaligicha qolib ketdi, jertvada qolib ketdi. Kibr-ku jertva. Bechora, chora yo'q deydi xulosada, qonunda. Alloh borligiga ishonmaydi. Unga vaziyatlar berilish boshlaydi. Kuchli tarzda, lekin aslida Alloh sevgisi bo'ladi. Uni uyg'onishi uchun harakat qilyapti Alloh. 3-qo'ng'iroqda jigar sirrozi bilan rak kasalligini beradi. Tushunmaydi, anglamaydi ruhiyat, tushunmaydi. Nimaga menga bu vaziyat berilyapti deb o'ylamaydi. Nola qiladi, afsuslanadi. Yig'laydi, dodlaydi, bola yig'laydi-ku. Qarz kreditga qanaqa kirib qoladi inson? Ichkarida bola. O'sha eng zo'r narsa, hamma o'rtoqlari iPhone telefon sotib oldi. U ham telefon olaman deb to'polon qiladi deb boradi deb kredit olib, bola shunaqa hal qiladi. O'zida puli bo'lmaydi hech qachon. Kelsa ham kam pul keladi. Katta pullar kelmaydi. Ana o'shanga yo eri orqali erishadi, to'polonlar qilib, janjallar qilib, yoki boradi deb kredit oladi-da pulni. Telefonni oladi. Birinchi nima his qilyapti? U tezroq erishish. Ana bola ham xuddi shunaqa magazinda chiroyli o'yinchoq ko'rib qolsa, ota-onasiga janjal qilib o'tirib olib yig'laydi-ku, ober deydi. Yoki eri olib bermasa, ota-onasiga boradi. Ota-onasi olib beradi. Ana shu bola. Nima muammosi bo'lsa ham yugurib boradi-da onasiga aytadi. Hamma negativ energiyasini, yomon nimasini onasiga tashab keladi. Chunki u mas'uliyatsiz, o'zini holatiga mas'uliyat, oiladagi mana turmush o'rtog'i bilan bo'layotgan munosabatdagi muammo deysizlar-ku, endi men masala deb aytaman. Har bir masalaning yechimi bor, Alloh yechimini ham beradi. Shu masalani siz yechishdan ko'ra borib muhokama qilib baholashni ustun ko'rasiz. Oyingizga жалоба qilasiz. U unaqa qildi, qaynonam bunaqa qildi, qaynotam bunaqa qildi, meni yonimga olmadi, erim bunaqa qildi deysizda ayblaysiz. To'klaringiz nimaga ketyapti? Alloh aytadi, bu bandam hali boladan chiqmabdi, ruhiy ilm olmabdi, ruhiyatini rivojlantirmabdi. Bu hali katta narsalarga, yaxshi hayotga loyiq emas. O'sha munosabat davom etaverish kerak. Qachondir uyg'onadi, o'shanda tushunadi, anglaydi.
Nimaga bunaqa ketyapti manda? Chunki bola o'ziga ishonmaydi. Bolani ichkarisida dastur bor. Katta pullarni ham ishonib bo'lmaydi. U borib isrof qilib tashlaydi pulni. Chunki o'shaning uchun ko'rsatib beradi. Katta mas'uliyatli vazifalarni ham ololmaydi Alloh oldida. Chunki u bola-ku. Ana o'shani chuqur tushunishingiz kerak. Tan olishingiz kerak. Yozinglar vazifani. Men bola pozitsiyada ekanman, o'zini ko'ra olgan inson. Men tan olaman. Ko'p holatlarni ko'z oldingizga keltirib, o'shani tan olaman, qabul qilaman, tan olaman, qabul qilaman, tan olaman, qabul qilaman deb yozasiz. Mana shu vazifanglar sizlarni. Aybdor pozitsiyadamisiz? O'zingiz aybdor bo'lmagan holatda ham ayblayapsizmi? O'sha aybdor inson ham o'zidan Alloh yasab oladi. Bechora ham o'zidan Alloh yasab oladi. Bola isterika qiladi, janjal qiladi. O'zini xohishini amalga oshirish uchun. Vaziyatlarida ham ona bilan ota bilan hal qiladi yo qaynona qaynota bilan hal qiladi. O'zi hal qila olmaydi. Xuddi shunaqa mas'uliyatsizlikka kelasiz. Mas'uliyatsiz bo'lasizmi hozirda? Kim o'zini ko'ra olyapti? Mas'uliyatsizlik qilyapsiz. Ana o'sha mas'uliyatsizlik qilayotgan darajangizni yangi darajaga, ya'ni mas'uliyat bilan yondashib, shu mas'uliyatni olasiz. O'zingizning hayotingizga, ya'ni sog'lom hayot ravo ko'rasizmi, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yasiz. Sog'lom fikrlashni xohlayapsizmi, taningiz bilan shug'ullanasiz, ruhiyatingiz bilan shug'ullanasiz. Ana o'sha mas'uliyatni olgan zahotingiz siz har kuni o'zingizni to'g'ri ovqatlanishga, sportingizga vaqt ajratasiz. Hamma uxlaganda siz vaqtliroq turib o'sha narsani bajarib ishingizga borasiz. Maqsadi bo'ladi chunki u. Sizlarga vazifa 100 ta maqsad yozasiz. 100 ta maqsad nima uchun kerak? Bizni ong darajamiz kichkina darajada fikrlaydi. 10 tadan keyin to'xtab qolasiz. Maqsad qolmaydi. Lekin yana kovlasangiz 100 tagacha olib chiqa olasiz. 100 ta maqsadingizni yozasiz. Tez yurar mashqini qilasiz. Ana o'sha yerda sizda maqsadlar tez amalga oshishi boshlaydi. Chunki fikrlashingiz tozalanadi, transformatsiya bo'ladi. Bola pozitsiyadan kiyimini yechasiz, jertvani yechasiz, aybdorlikni yechasiz. Hammasini etapma-etap bajarishni boshlaysiz. Birdaniga majburlab emas, ichki xohish bilan. Xohish qachon keladi bilasizmi? Qachonki maqsad bo'lsa. Arzon emas, qimmat hayotni maqsad qilgan bo'lsa, eski darajada arzon hayotga ko'nikib, menga bo'laveradi degan holatda yashash joniga tekkan bo'lsa, albatta, yangi darajaga qimmat hayotga rozi bo'lsa, ana o'sha yerga shu maqsad qo'yadi. U inson kam pul, munosabat yomon bo'lsa ham, men baribir majburman-da yashashga degan holatlardan chiqmoqchi bo'lsa, u inson baxtli ham bo'la oladi. Turmush o'rtog'idan ajrashmasdan masalani Allohning formulasida durlarini olib chiqib, chiroyli, muvaffaqiyatli yechib, turmush o'rtog'i avtomatik o'zgaradi. Atrof ko'rsatib beradi, ya'ni oynani artmaymiz, dog'i artamiz. Shunaqa qilib o'zgartiramiz, sekin. Mas'uliyatni olmaganimizdan keyin afsuslanamiz. Kursni sotib olamiz, texnikalarni, formulalarni bajarmaymiz, mas'uliyatini olmaymiz, qochamiz, bahonalarimizni. Miya voqeani tuzib beraveradi, bahonalarni band qilib qo'yadi. Ya'ni arzon hayotga yashayver, yangi daraja xavfli degan qonunni beraveradi. Qachon siz tan olib boshlaysiz, shunda mas'uliyatni olganingizda siz yangi darajaga chiqishni boshlaysiz. Mas'uliyat o'sha siz kompyuteringizda knopkani bosasiz. Bajarish degan knopkani. Eshitish, bajarish qilasiz. Harakatga keladi. Tosh, mana energiya deymiz. Tosh turgan joyida turaveradi. Olib otsangiz energiya bo'ladi. Xuddi shunaqa inson harakatiga pul keladi. Siz o'sha bola pozitsiyada bitta joyda qotib turibsiz, harakat qilmayapsiz. Lekin u bola pozitsiyadagi harakat qotganlar ham bor, lekin katta pul ola olmaydi. Qiyinchilik bilan keladi. Kam pul oladi. Aytdim-ku, ichki ruhiy holatini Alloh ko'rib turadi. Kamerasi orqali. Shunaqa qilib, o'sha mas'uliyatni olgan zahotingiz Alloh sizni ko'radi. Mas'uliyatini oldi, bitta darajaga o'sdi. Rizq kengayishi boshlaydi. Mas'uliyat, chunki u vaziyatiga mas'uliyatni oldi. U kibrga kirmaydi, chunki u bechoralikdan chiqdi. Hammadan kutish to'xtatdi.
Kutib vaqtini o'tkazdi shuncha yillar davomida. Kutuvlar bilan vaqtimizni sarflayapmiz. Afsus bilan sarflayapmiz. Afsuslanish ham bu bizani kiyimimiz emas. Buni ham odamlar kiritgan. Afsus sizni boshqaryaptimi? Siz qanaqa qilib cheksiz muvaffaqiyatga chiqasiz? Chunki afsusni har kun ishlatasiz. Ana o'sha afsusni o'rniga shukur ishlatishni boshlaganingizda hayotingiz o'zgaradi. Afsus ham aytganimdek onadan kelayotgan bo'lishi mumkin, otadan kelayotgan bo'lishi mumkin. Chunki ko'p qilgansiz, anglashingiz kerak. Kuzatuvchini yo'q. Tan olaman, qabul qilaman deyishingiz kerak. Allohim meni kechir. Onamni afsusini kopiya qilib yashab o'tdim. Allohim meni kechir. Men onamdan kelayotgan kodni ko'rdim. Men tan olaman, qabul qilaman, onamni tarixi bilan faxrlanaman desangiz, bo'ldi, u kod yechiladi. Mana shu formulani aytasiz. Ham yozma, ham og'zaki aytasiz. Ham bajaryapsiz, ham eshitib qilyapsiz. Bajarish, eshitish bor. Bularni ikkalasini birga olib borishingiz kerak. Bo'lmasa arzon hayotga rozi bo'lib qo'yganingiz bo'ladi. Men borib sizlarni qilishingiz kerakligini unaqa bermayman. Men fonarni yoqib, shu og'rig'ingiz nima uchun mana shunaqa holatga keldi? Qaysi formulada yashasangiz qanaqa darajaga chiqasiz? Bu meni vazifam. Lekin mas'uliyatni olib bajarish sizning vazifangiz. Men bog'chapa emasman. Men ruhiy ustozman. Ana o'sha mas'uliyatini olib bajarish sizga qoladi. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Men bitta qarsni bersam, qars bo'lmaydi. Qars ikkalamiz mundoq qilib bajaramiz. Siz qilasiz, men beraman, siz qilasiz va natija 100% bo'ladi. Bu sizni tanlovingizga bog'liq. Ertalab uyg'onganingizda siz arzon hayotga rozi bo'lasizmi yoki qimmat hayotga rozi bo'lasizmi? Uje siz yangi narsani olib kirishni boshlaganingizda hayotingizga, restoranda, kafeda emas, restoranda ovqatlanish sizga avtomatik zanjir bo'lib ulanib ketadi. Eski holatga qaytgingiz kelmaydi. Yoki oddiy knopchni telefonni tutib turib, uni imkoniyati cheklanganda, iPhone ni tutib turib qaytgingiz keladimi eski telefonga? Yo'q. Xuddi shunaqa arzon narsaga rozi bo'lmaysiz. Qimmat darajaga chiqish imkoniyatini ham berasiz va bajarasiz. Sport, ruhiyat bilan shug'ullanish, tana bilan. Tana bilan birinchi ishlaymiz, ruhiyat bilan ishlaymiz. Men hamma texnikani ketma-ketlikda beraman. Balansga qo'yasiz hammasini. Aybdorlarni qidirmaydi. O'zida ham ayb yo'q. Unda kelayotgan programmani, ssenariyni yechadi, masalani yechishga qaratadi. Hammani ayblab hech narsaga erishmadingiz. To'xtab turdingiz faqat bitta holatda. Afsuslanmaydi. Ayblayotgan inson bola dedim. Afsuslanish ham bu kod. Tan oladi, qabul qiladi. Onani ayblamaydi, otani ayblamaydi, qabul qiladi, tan oladi, qabul qiladi. Bo'ldi. Взрослый pozitsiya, kattalarning pozitsiyasi qabul qiladi, tan oladi, qabul qiladi. Atrofida nima vaziyat bo'lmasin, tan oladi, qabul qiladi va faxrlanib chiqadi. Ana o'sha vazifalarni bajarishingiz kerak. Aybdorliklar, bola pozitsiyada og'riqlarimiz qolib ketadi-yu, yoshligimizdan keladi-da-yu. O'sha onamiz, otamizdagi holatlardan turmush o'rtog'im xiyonat qilyapti deysiz-ku. Ichkaridan o'zingizni ayblab yashaganingiz uchun, o'zingizni eshitmaganingiz uchun o'sha vaziyatlarda jabrlovchi insonlar kiraveradi. Shu jabrlayotgan erkaklar nima uchun keladi sizning hayotingizga? Har kuni o'zingizni qalbingizga qarshi borib, bugun kofe ichgisi kelsa ham, to'xta keyin ichaman deb siqasiz. Borasida oddiy suvni ichasiz. Bo'ldi, bitta xiyonat bo'ldimi? O'zingizga o'zingiz xiyonat qilasizmi? Uje afsusni yana yaratyapsiz. Hozirda yaratyapsiz. Fikringiz orqali afsusni zanjir kabi ulayapsiz. Chunki bugun siz kofe ichgisiz keldi, lekin kofe ichmaysiz. Erinasiz, dangasalikka kirib ketyapsiz. Chunki Alloh tomonidan berilayotgan tok bor-ku, o'sha tokni siz nimaga ajratyapsiz? Afsusga, norozilikka, aybdorlikka, nolishga. Mana shu nolish
Afsus, norozilik bitta narsa. 3 xil urovenda aytib o'tyapman. Mana shu noroziliklarimizdan zanjir kabi bizga masalalar kelaveradi. Yechmagunizcha berilaveradi. Qachon yechishni boshlashga qaratasiz? Mas'uliyatni olib, to'xta, bu nimaga menda takrorlanyapti? Men nimani xato yechyapman? Qayerda xatolik ketyapti? Ha, tushundim. Afsus. Onam juda ko'p afsuslanardilar. Bola pozitsiyada og'riqlarda qolib ketuvdi. Turmush o'rtoqlari adam ko'p hukm qilardilar yoki bo'lmasam pulsizlikdan afsuslanardilar, norozi bo'lardilar, yetishmovchiliklardan. Bu hissiyot bizaga o'tar ekan. Men avtomatik buni bajaryapman va men turmush o'rtog'im ham ishi yurishmasligiga olib kelyapman. Ko'p holatlarda ayollar olib kelib qo'yadi turmush o'rtog'ini. Xuddi shu narsani chuqur tushunishni boshlaysiz. Kalitlarini olasiz, eshik ochiladi. O'zingizga qaratganingizda fokusni. Meni o'zimda shu jarayon ketyapti. Yokida o'sha zanjir qilib muammoni men nima qilyapman? Bog'layapman bir-biriga. Yo'q, hammasini yechimi bor. Birinchi noroziligingiz, afsusingizni to'xtatasiz, ildizini yechasiz. Kimdan davom etyapti? Avlodingizdan kelyaptimi, onangizdan kelyaptimi? Yo ona qornidan ham bo'ladi. 3 xil pozitsiyada bo'ladi. Ona qornidaligingizdan ham bo'ladi. Aybdorlik bilan bechoralik ona qornidan o'tadi. Afsuslanish ya'ni. Afsuslanish buni yashash jarayonida psixika qabul qiladi. Aybdorlik ona qornidan ham o'tadi. Chunki u noloyiq bo'lgan. Uni o'g'il kutishgan, qiz emas. U dunyoga keladi, farzand bo'lib dunyoga keladi, qiz bo'lib tug'iladi. Kutilmagan farzand bo'lib keladi, chunki o'g'il kutilgan. Ana o'sha aybdor bo'lib uyg'onadi, chiqadi, dunyoga keladi. Ana o'sha DNKdan keladi, ona qornidan o'tib keladi. Keyin u katta bo'ladi, turmush quradi, uni ayblab tushunmaydi, nimaga menda bunaqa vaziyat bo'lyapti, nima dastur ishlayapti deydi. Ya'ni bizani ong ostimizdagi dasturlar avtomatik ishlaydi. Ana o'sha dasturlarga ayblaydigan erkak kirib keladi hayotingizga. Ayblaydigan qaynona kirib keladi. Hamma sizni nima qiladi? Rad etaveradi. Ayblab keladi. Ichkarida u dastur ishlaydi. Kim o'zini ko'ra olyapti? Mana shu holatni yozasiz. Tan olaman, qabul qilaman, onamni tarixi bilan faxrlanaman. Otamni tan olaman, qabul qilaman, tarix. Otangiz o'g'il kutganmi? Otangizni ham tan olasiz, qabul qilasiz, tarix bilan faxrlanasiz. Ona qornidan tushgan bo'lsa, anglash keladi, analiz keladi. Chunki fokus o'zingizga qaratasiz. Ana o'sha to'klarni biza keraksiz narsalarga ishlatishga o'rganib qo'yganmiz-ku, odatlar shakllangan-ku. Afsusga, norozilikka, bechoralikka, mas'uliyatni olmaslikka, himoyaga kirib ketamiz. Mana shularga ishlatganimiz uchun bizani maqsadlarimiz ham amalga oshmaydi. Chunki ko'zacha deb olaylik, teshiklaridan to'klar tushib ketyapti. U ming to'ldiring, to'lmaydi hech qachon. Kutib o'tiraverasiz ko'zachani. Teshigidan tushib ketyapti. Slif bo'lib ketyapti. Qachon siz teshik emas, yangi mana buni ko'zachani qilamiz. Yamab yangi ko'za qilib qo'ysangiz, yangidek qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni siz qayerdan kelyapti programma. Shuni tushunib, ildizini yechib, tan olib, qabul qilib, yuklarni yechib, to'nlarni yechganingizdagina u butun ko'za bo'lsa to'ladi. U cheksiz bo'ladi. To'lib toshib ham ketadi. Xuddi shunaqa yarani ustiga yiring. Yeringni ustiga bir narsa qila olmaysiz. Uni davolash kerak. Davolash uchun siz qaysi roldasiz? Bola pozitsiyadamisiz? Aybdorlikdamisiz? Yokida bechoralikdamisiz? Ana o'sha dasturlarni olib tashlaganingizda yering davolanib, yara davolanadi. Birinchi yeringlarni olib tashaladi, keyin davolanadi, keyin sog'lom bo'ladi. Ana o'shanda og'riq yo'qoladi. Birinchi jarayonda u mas'uliyatli ish. Shu jarayonni tushunib, ildizini yechishingizga qaratishingiz kerak. U og'riq sizda ketayotganini bilishingiz kerak. Kuzatuvchini yoqishingiz kerak. Ana o'shanda yechimlar kelishni boshlaydi. Ichki olamga qaratamiz, ichki fikrlarga qaratamiz. Shunda yechimlar kelishni boshlaydi. Ikkinchi darsimiz ham o'z yakuniga yetdi.
aybdorlik, bechoralik, bola pozitsiyada bo'lsangiz, albatta bu darslik orqali o'z to'nlaringizni yechib, mas'uliyatlarni olib, mas'uliyat bilan o'z vazifalaringizni bajarishni boshlasangiz, muvaffaqiyatli qimmat hayotga tayyor bo'lasiz va yechimlar olib katta darajaga chiqishni boshlaysiz. Darsinglar bo'yicha fikringlarni qoldiringlar. Har bir savolinglarga javob berib o'taman. Har biringlarga alohida e'tibor beraman. Sababi sizlarda baribir savollar paydo bo'ladi. Bu darslarni eshitganingizdan keyin oxirigacha eshitib, mag'zini chaqib, qayta va qayta eshitishingizni beraman. Eshitishingiz kerak bu dars. Keyingi darsda ko'rishguncha.